Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun sizlarga quyosh panelidan topilgan daromadni qanday kartaga o'tish yo'lini o'rgatamiz. Oddiy, juda ham sodda. Mana soliq programmasida prezidentimiz qarori bilan 1 kilovatiga 1000 so'mdan haq to'lanayotgan jarayonni o'zlari mana isboti ko'rsatamiz, mana ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Soliq programmasiga kirib oldik. Endi 10 tomondagi pastki 4 ta nuqtaga qo'limizni bossak, shuni funksiyani ochsak, bu quyoshli xonadon. Quyoshli xonadon dasturini ochamiz. Mana topilgan daromadlar mana 2249 kilovat oshinib davlatga sotganimiz bu. O'zimizdan oshinganimiz. Yanvar, fevral oylarida palta, nagrovatellar, shunga o'xshash bir nechta narsa ko'p ishlagani uchun bunda rasxodimiz ko'proq bo'lgan. Mana mart oyida u narsalar ishlamagani uchun daromadda chiqyapmiz. Tasdiqlangani, mana plyusda turganimiz shu davlatga sotilgani, orttirib sotganimiz 286 kilovat davlatga sotgan elektr energiyani haqi bu plyusda turibmiz. Endi bu yerda mana kartaga pul o'tkazish. Pastda mana kartani biriktirib olganmiz, kiramiz. Mana bu yerda bizning kartamiz turibdi. Mana bu yerda quyoshli xonadon tepada. Quyoshli xonadonda mana 286 ming so'm turibdi. Endi bu yerda qancha o'tkazish kerak deyapti. Mana bu yerda ozgina uslugasini hisobiga bu yerda bari soliqdan anaqasini oladi, komissiyasini. Shuni hisobiga boringki, 84 ming belgilaylik. Hop, pulni o'tkazish. Endi mana chekiratorda уже ketdi jarayon. Biz hozir tasdiqlaymiz. Bismillah. Pulimiz tushdi. Muvaffaqiyatli bajarildi. Уже pulimiz tushdi kartaga. Bitta mana chek keldi bizga. Xo'p, mana Mokart mana 74.90 kartamizga 282 ming so'm o'tibdi. Bu yerda mana soliq servis Solnechniy deb kelyapti 25.04.28. Uni 54 da tushyapti. Tepadagi soatimiz ham 10.54. Mana kimga xuddi shunday yaxshi davlatga sotish tizimi zo'r ishlaydigan quyosh panellarimiz kerak bo'lsa, pastda reklamani pastki qismiga nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilinglar. Inshaalloh yaxshi quyosh panellarini o'rnatib berishdi. İnşallah sizlarga va'da beramiz. Garantiyalarimiz, servis xizmatlarimiz barchasi mavjud.